Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimizda bolalarda neonatal sariqlik hisoblanadi. Bu bolalarda ko'p uchraydigan holatlardan biri, chunki ko'p bolalar tug'ilgandan keyin 14 kungacha neonatal sariqlik kuzatilishi normal hisoblanadi. 14 kundan keyin esa bu patologik holat hisoblanadi. Shuning uchun biz sariqlikni bolalarda tashxis qo'yayotgan paytda albatta bolani qanday tug'ilganligiga va necha kun davom etganligiga, qanday bolada asoratlar bormi yo'qligiga albatta e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Bolalarda neonatal sariqlik har xil fiziologik sariqliklarga bo'linadi, ya'ni bu bolalarda 14 kungacha davom etishi va patologik sariqliklar bularda gemolitik kasalliklar hisobiga yoki bolalarda har xil infeksion kasalliklar hisobiga yuzaga kelishi mumkin. Bu albatta bolalarda tekshiruv natijasida aniq bo'ladi. Shuning uchun agar bolalaringizda 14 kundan ziyod sariqlik kuzatiladigan bo'lsa, albatta pediatr neonatologlar bilan maslahatlashgan holda bolalarni lecheniya qilishimiz kerak bo'ladi. Chunki bolalarda sariqlik asoratlari, ya'ni bilirubinning ko'payib ketishi, bolalarda asosan bog'lanmagan bilirubin ko'payib ketadi va bu organizmda kuchli asoratlarga olib kelishi mumkin.